Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, hurmatli Mebel X-Style obunachilari. Mana yana bir boshlagan ko'hirli shkafimizni tugatdik. Polnistini avval qilyapmiz. Ish jarayonlarini olishga ozgina uspet qilmayapmiz. Vaqti ozgina ayryapmiz to'g'risi. O'shaning uchun mana ko'rib turgan joyimizga 3,5 metr joyimizga shkafimizni ustanobga qo'ydik. Uning tomonlarimizni mana ko'rib turganingizdek hajmlar bo'lib berganmiz. Bittasiga ayron shkaf bilan uning yoniga bittagina shkaflar qo'yganmiz va chetlarini profil alyuminiydan qo'ydik. Uning tomonda mana turganimizdek o'rtada ikkita kattagina shkaf yoniga barqaror ko'rinishda. Hop, endi chetimizga endi gazimizni ustanobga qilamiz. Zontiklarimiz bilan mana dunyo tepalarni shkaf qilib berganmiz. Kattagina ustanobkalarni endi bularni olasa pastga qismimizga mana bitta ikkita kattagina shkaf mo'ykantiga ekroni